uy-joy so'ragan aka-ukalarimizga Surxondaryo Denov ixtiyor mahallada mana shu tayyor molxonamiz sotiladi. Molxonamizni holati bilan tanishtiramiz. 20 ta ho'kizga mo'ljallangan tayyor molxona. Hozirgi kirib keladigan mana so'tik joylarni ko'rsatamiz. Qiziqqan aka tayyor kartochkalari bilan turibdi. Kartochkani sotsangiz ham pul bo'ladi, xudo xolasa. Mana molxonamizni obzor qilib beraylik aka-ukalarga. Mana tayyor. Qiziqqan aka-ukalar pastda raqamlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Mana yangi bozorni oldida. Yangi bozor oldida qanday tushuntirsam bo'ladi? Mana xudo xolasa sal ko'rsatib beramiz. Tushuncha beraylik, ozgina motivatsiya. Mana yo'lning usti beton bir qadam. Mana yangi bozor. Sanoat zona mana aka. Hozir Flash Marketda ortdan kirib kelish joyi bor. Bu tomoni Sadaf mana tish doktor Zumnoyda oldidan bunday aylanib ko'prikni oldidan o'tib yangi yo'l ochilyapti. Xudo xolasa mana arqa tomonida mana yangi bozorga chiqib ketadigan yo'lakchasi bor. 1,5 metr joy qoldirib yo'lga chiqadi 100 talik. Qiziqqan aka-ukalarga nomer qoldiramiz. Hozir bu yerdan obzor qilib beramiz bu tomonlarda molxonani. Mana molxonamizning holati. Mana yerga bemalol molni bosib yurasizlar. Bu yerga qo'yib bostirasiz mana aka. Hozir o'tin turibdi, tayyor salqingina joy. Mana bu tomondan joyning holati bor. Qiziqqan aka-ukalar mana shuni to'g'ri mana bitta shlaka blok turibdi. Shlaka blokni ochib yo'l qilib beramiz. Buni orqasida mana yo'lakcha to'g'ri mana yangi bozor sanoat zonani oldiga chiqadi. Qiziqqan aka-ukalarga narxi 95 million so'm sotiga telefon nomer qoldiramiz. Qiziqqan aka-ukalar bemalol aloqa chiqaverasizlar.